Qarsa yo'q. Ahlat. Parvoziga ana chig'iriq qoidalari bilan ham tanishib oldingiz. Qo'l xatari bilan bilamizmi? Albatta. Azizlar, bir ko'ring, bir tomosha qiling. Endi chig'iriqda ham xatar degan tomoshalari bor. Qo'l xatari bor. Oyoq xatari. Oyoq xatari bor. O'z nomi bilan xatar tomoshalari. Hozir bitta qo'l xatarini ko'ring, keyin oyoq xatari bor. Ammo Alloh ko'rsatmasin, eng ko'p dorbozlar mana shu chig'iriqdan tushib ketadi. Alloh asrasin. Sababi yigitlar oddiy normal qimirlamaydi, osilib turib qanaqa quvvat topib qo'yadi. Bir daqiqa osilib bo'lmaydi. Qiyin masala. Bu havoda mahallaq turgan norma. Bir ko'ring, bir tomosha qiling. Qo'l xatar. Pag'onani ushlaydi, bitta qo'yvoradi pastakisini ushlaydi. Yana bitta qo'yvoradi pastakisini ushlaydi. Arzisa bitta qarsak ishlaydi. Qo'l xatar tomoshasi chiqing. Alloh yorug'isi, yigitlar qarab turamiz pastida. Bismillahirrohmanirrohim. Shoshmay turing. Tayyormi? Bismillahirrohmanirrohim. Yana hop, yaqqarsaydi. Azizlar, mana singillarimiz, opalarimiz daraxtga arqonni indirib qayinchilik uchamiz. 1 metr, 1,5 metr baland. Darvozaga 8-9 metr balandda bitta qayinchilik uchib bersin. Bizi tilla kachilar uchib beradi. Bir tomosha qiling. Uchganda ham shu qarsak cho'laydigan darajaga uchsa, ovozi bilan qarsak olib turamiz. Havas qilganlar qarsak chaqtiramiz. Ha? Ketdik, ha? Qarsak bo'lsa,